Ha, namuncha hovli qilyapsan. Ha, dastavka kelgan ekan. Shuni olib keldim bor. Da, o'ra bo'psan-de. Voy, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men bugun yozdirilgandim qiz Hop, bazmiga. keling, o'tiring. Xo'p, nima obraz qilamiz sizga? Ani oxirgi videoyingizda chechenskiy strelka qiluvdingiz, o'shanaqa obraz qilib bering. Shuni rosa xohlayotgandim. Voy, bugun sizga nijniy obraz kerak emasmi? Yo'q, bo'laveradi. Menga o'zi yoqadi. Shunaqa chechenskiy obrazlar. Ha, mayli, xo'p. Qarang, bu nima qilib beradi? Nomi nima? Bu namlantiruvchi sprey, Charlotteniki. Tushunarli. Sizga ham oyna berib qo'ying. Ko'rmoqchi edim sizni qilayotgan ishlaringizni, qanaqa qilayotganingizni. U menga xalaqit qilasiz-da, bo'yolmayman. Mayli. Qarang, shogirdingiz videoga olib tursinlar, shu strelka chizayotganingizni. Bizda videoga olish mumkin emas. Mayli. Nechta kanalga aralashtirdingiz? Voy, rosa sersavol ekansiz-a? Xuddi shogirdlarga o'xshaysiz-a. Strelka vashi zo'r chiqdi. Endi qayerga borsam ekan? Boradigan joyingiz tayin-ku. Bilaman, hazillashdim-da. Makiyajingiz yoqdimi? Vau, strelkaga gap yo'q. Shogirdlikka olmaysizmi? Falak hayrondur, falak bo'lganiga pushaymondur. Shaytonga dars berar insondur, ilohmasla ayon. Bo'ldi, siz qarab o'ziga ketaverasiz, xo'p? Xo'p. Buncha qimmat tonalkalarni qayerdan ham olardim. Hozir klientlarimga olib borib mazza qilib ishlataman. Bo'pti, men ketdim. Rahmat.